Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz chekka parika qaraydi ekan bu masjidni orqa tomonida 10-20 yer o'rnini so'rab yurgan obunachilarimiz uchun to'g'riroqini aytib o'tadigan bo'lsak, qurilishi tugallanmagan fundament bo'lgan, so'qirna ega. Yo'ldan bir gideti bir 150-200 metr girsangiz, shu yerdaning gullarning yo'li, hurmatli obunachilar. Shu yerda zo'r mesela dokumentlari tayyor. Doğru notaryusda pulinizni beraverasiz. Pramoy mulk egalaridan mulk egalarining nomerini qo'yamiz. O'zlari savdolashib olaverasizlar. Pullarni ham shu yerda daskalarni hamma tushuntirib o'tadi. Yana hozir bir planlarni bir ko'zatib o'taman, hurmatli obunachilar. Bu yerda meva tozalab, o'rniga ekilib turibdi. Yani hatta kanallarni tayyor etib, armaturlarni chiqarib o'tganlar. Yani fundamenti, so'qillari, bunda planirovkasi, hurmatli obunachilar. Şu joyimiz sotiladi. Masjid ko'rinib turibdi, hurmatli obunachilar. To'rda masjid. Ketdik. Hurmatli obunachilar, dokumentlarni tashlab qo'yamiz. Shu yerda 10 bo'lsa, to'rnacha 20 metr. Planirovkalarni o'zlaringiz o'zgartirib olaverasiz, qo'ldan kelgancha, hurmatli obunachilar. Bular o'zlari bir dokumentlarni tayyorlab, fundament etib, so'qillarni chiqarib qo'ydilar ekan. Keyingi roliklarda görüşünce deymiz. Sağ olun, aman bo'lin.